Ota-onamni mehrsizligi tufayli aldanib qolganman. Qiz katta qotgan ota-onalar, bu video aynan sizlar uchun. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ringlar. Yoshim 19da 3 yil oldin aldanib qoldim. Ota-onam bemehirsizligi sabab ko'chadan mehr qidirdim. Bir yigitni shirin so'zlariga uchdim. Hozir u yigit meni umuman hurmat qilmaydi, jerkib muomala qiladigan bo'lib qolgan. Ishoninglar, o'rtamizda na bir sevgi, na bir hurmat qolgan. Lekin u yigit qilgan ishi uchun senga uylanaman deb va'da berdi. Ammo o'zimni shunaqa ko'nglim yo'q, qanaqa qilib yashayman u yerda deb siqilib tamom bo'laman. Boshi berk ko'chadaman. Ota-onamga rostini aytay desam, meni umuman tushunishmaydi. Boshqacharoq yo'llar tutay desam, Allohdan qo'rqyapman. Bo'yim yetib qolgan, sovchilar har kuni kelib, holi-jonimizga qo'yishmayapti. Nima qilishga hayronman, boshim qotdi. Bu videoni ko'rgan va tinglagan aziz obunachilarim, bu qiz sizning maslahatingizni so'rab menga murojaat qildi. G'oyibona maslahatingizni ayamang. Zero siz sabab to'g'ri qaror qabul qilsalar. Qiz farzand katta qilayotgan onalar va otalar, qizingizni mehr-muhabbat bilan katta qiling, toki u ko'chadan mehr izlamasin.